Ana sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsak, kirganimizda ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu yoqda letniy sanuzelimiz joylashgan. Bu yoqga zelyoniy zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Fasadini o'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. 2 etажli uchuruvli xonadonimiz o'zini orqasida огород, zelyoniy zona sifatida foydalansa bo'ladigan joylari ham bor. Toshkent tumani Darxonofayda joylashgan 3 sotuv 2 etажli uchuruvli xonadonimizning narxini $80,000 deb baholaymiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. O'zingizlar batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Endi sizlarga uyimizning ichki qismidan to'liq ko'rsatib beramiz. Asosiy binoni birinchi etajini sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda katta hol, yonginasida spalnimiz joylashgan bo'ladi. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, hamma qulayliklari qilib qo'yilgan. Oqsuv variantdagi xonadonimizning keyingi xonasini ko'rsatib beraman. Bu yog'imizda sanuzel qismimiz uchun joy tashab ketilgan, ko'rib o'tinglar, kattagina qilib qo'yilgan, hamma qulayliklari bor. Montajlar 100% bitilgan. Bu yoq tarafimizdan podvalga, bu yoq tarafimizdan ikkinchi etajga chiqadigan joyimiz, bu yog'imizda zalimiz bo'ladi. O'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. O'zini ko'chaga qaragan katta ikkita oynalari bor. Har bitta xonaning o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Eng oxirgi xonamiz bu ayollarimiz uchun oshxona bo'ladi. O'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Hamma qulayliklari qilib qo'yilgan. Ikkinchi etajimizdan sizlarga to'liq video davomida ko'rsatib beradigan bo'lsam, kirganimizda bu yog'imizda katta hol, yonginasida spalnimiz joylashgan bo'ladi. Oqsuv variantda 100% to'pli pollar qilingan. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yog'imizda sanuzel qismimizda joylashgan bo'ladi. Katta qilib joylashtirib qo'yilgan, montajlar bitgan. Yonginasida bitta spalnimizni ko'rib o'tinglar. O'zingizlar katta qilib joylashtirilgan, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, hamma qulayliklari bor. Ikkinchi etajimizning eng oxirgi xonasi взрослый spalnimiz. Hamma qulayliklari qilib qo'yilgan. Oqsuv variantda kelasizlar, malarniy ishlarini bitirasizlar. Eng qulay tarafini sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, o'zingizlar orqa tarafini bitta ko'ringlar, okalar. Shunaqa katta joyimiz bor. Xonadonimizni sizlarga orqa tarafidan tushuntirib beradigan bo'lsak, bu yog'imizga letniy oshxona uchun joy tashab ketilgan, mangalniy zona. Mapga bemalol topchanniy zona, yozda dam olish uchun vashi chotki. Podvali, целый podvalimizda turibdi. Hamma qulayliklari qilib qo'yilgan. Binomizni ko'rib bitta baho beringlar. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar.